Mana kirish xona, kelganda chap qo'lda oshxona. Oshxonamiz. Bundan chiqqandan keyin to'g'rida katta zal, 8 ga 5 zal. Va alaykum assalom. Bundan kirgandan keyin bu yerda o'ng qo'lda sanuzel. Yoqda kladovka bor, endi bu yerda ishlatilmagan, shunday fakat kladovka o'tiribdi. Bu xona yana bitta spalniya deyiladi. Bu yoqda hech kim yo'qmi? Bu yana bitta xona. Mana bu 4-xonamiz.